2005-yil yash bolaman-da o'zi. Lekin odamlar menga 21 yoshli katta odamga muomala qilayotgani menga yoqmayapti. Men u dokumentga qo'l qo'ymadim hali, katta bo'lish degan dokumentga. Nima yuna qilishyapti u? Men tengilar ba'zilarini bolalari bor, tasavvur qilinglar. Men hali ham osmonda vertolyotda ovozini eshitsam qarab turaman. Tanki o'tib qolsa ko'rinmay qolguncha qarab turaman haliginga. Xo'rozqand, olmaqandda oldan prosta ko'rmaganga olib o'tib keta olmayman men. Hali ham soat 7 da tangim 8 da yoshlardan ishani bo'lyapti deb o'ylayman. Bu qanday qilib men tengilar ba'zilarga kredit berilgan, tushunyapsizlarmi? Bank ularga inson sifatida ishonib kredit ajratgan. Ha biz kecha $100 qo'shniga olib chiqib berishdi ishonmasdi dadamiz, bitta dollarni olib chiqib berishdi ishonmasdi bu. Qachon bunaqa katta shu 30 yoshli akalarga savol. Akalar buni bu yog'i faqat pasmi? Shu pikimiz 12 yoshimizda bo'lganmi deb o'ylayapman-da. Kecha kun bugungina yaxshiroq men doim.